Assalomu alaykum. Alloh kuninglar xayrli va barakotli qilsin. Mana Gulkam sharsharasiga chiqish joyi bo'lar ekan. Yangi Qo'rg'on mahallasidan, Chorvoqda Yangi Qo'rg'on mahallasidan kirib boriladi. Mana shu yerdan o'tib 20 mingdan kishi boshiga to'lov qilinadi. Shu bilan mana tepaga qarab chiqib ketiladi Gulkam sharsharasiga. Ikkita sharshara bor, katta va kichik. Tekisli joylari bor ekan. Videomiz davomida Alloh xohlasa ko'rsatib o'tamiz. Mana Gulkam soy darasi yo'lagi 2000 metr ekan. Sharsaralardan tushayotgan suvlar. Shu yo'lak bilan chiqib ketaveramiz. Shu oraliqqa boramiz. Alloh xohlasa. Davom ettiryapmiz. Shunaqa joydan kechuv bor ekan, kechib o'tishimiz kerak ekan. 3 ta yo'lak bor ekan, 2 ta mashinaga, bitta piyodaga. Bu yerdan kesib o'tamiz. Tepaga chiqib olamiz. Mana velosipedda kelsanglar ham bo'lar ekan. Bizning gruppalarimiz 7 kishidan iboratmi? Necha kishidan iboratmiz? 4, 5. Yetti kishimiz ekan gruppada. Xullas shu yo'l bo'yicha ketyapmiz. 8 minutlik yo'l yurdik. Shu yerga yetdik. Oqayinlar oktyabrni o'rtalari mana. Shunday chiroyli holatga kelayotgan. Ranglari sarg'ayib, oltin kuz. Davom ettiramiz. Yo'lni davom ettiryapmiz. Shunaqa tabiat go'zal joylarga kelasizlar ekan. Yo'lni boshidaglar oqayinlar. Mana kuzda kelishinglarni tavsiya qilamiz. Mana shu kunlarda videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, albatta dam olish kunlari oila bilan chiqinglar. Bemalol yosh bolalar ham chiqsa bo'ladi. Xotirjam mana. Shu to'g'ri bilan kesib qo'yamiz. Agar mashinada bo'lsa, shu yo'l bilan chap bilan yurar ekan mashinalar. Suvni yoqalab ketamiz, shu ichkariga kirib ketamiz. Mana shu yo'ldan keldik, mana Chorvoqda mana shu asfalt yo'li. Kelib 3 kilometr shu yergacha kirasiz ekan. Mana bundan buyog'i endi so'qmoqlardan iborat. Yo'lni davom ettiramiz. Juda ham tabiatli go'zal joylar. Rasmga tushadigan joylar juda ham ko'p. Hozir men qoyalarda ustida turibman. O'shimning ustida turib, shu yerda rasmga tushsalar ham nihoyatda chiroyli chiqadi mana. Baland nuqtada turibman. Hozir toshni ustida, ana ko'rsataman. Toshni ustida. Shunaqa joy. o'ng tomon, chap tomondan o'tib rasmga olsanglar ham bo'ladi. Mana qoyalarga chiqib rasmga tushsanglar ham bo'ladi. Xullas
kelishinglar tavsiya qilamiz. Kelinglar. Judayam go'zal joylar. Gulkam sharsharasi desanglar Google poistdan chiqib keladi. YouTube'lari bor, rasmlari bor. Endi har kim har xil holatda ko'rsatgan. Endi iloji boricha men so'qmoqni hammasini ko'rsatishga harakat qilaman, qisqa qilib. Mana shu ko'zimiz yetgan joygacha syomka qilaman. Mana o'sha yergacha archani oldigacha borib turib, undan u yoqqa yana syomkani boshlayman. So'qmoq bo'ylab ketyapmiz. Oqqanlar juda ham chiroyli rangga tusga kirib, sharsaradan tushayotgan suvlar. Mana bizni guruhimiz va nihoyat vodiydan chiqib oldik. Endi So'qmoq orqali tepaga qarab ketyapmiz. Shu yerdan orqaga qarasak, bemalol o'sha kelgan yo'limiz, ya'ni Yangiqo'rg'onga kirishda Chorvodiy yo'li ko'rinib turar ekan. Bu tarafga ham yo'l bor ekan, o'ng tomonga bu tarafga olib chiqar ekan. Biz shu to'g'riga qarab yuramiz. Bizdan birinchi kelishimiz. Shu suv bo'ylab ketyapmiz. Sizlar ham kelsanglar shu suv bo'ylab yuqoriga qarab ko'tarilaverasizlar. Juda ham go'zal tabiatni. Har 10 minutda yurganingizda juda ham go'zal joylar ko'rinishni boshlaydi. Bu taraflar. Kecha mashinada kelar ekan. Mashinada olib chiqib qo'yishadi shu yergacha. Bu yog'i mana Haqqoni piyoda kirib ketdilar. O tepalar. Bizning guruhimiz yetib kelyapti. Endi yuqoriga qarab chiqib ketamiz. Mana bu yerlarga kelib dam olsanglar bo'ladi. Joylar qilib qo'yishgan shu yerlarda. Suvni bo'yida. Shu yerda ham dam olsanglar bo'ladi, yuqoriga chiqmasdan. Agar chiqsanglar mana shu yo'lakcha bilan chiqasizlar. Yana bitta yo'lay bor ekan, mana shu shu yerdan tepaga qarab chiqib ketadigan yo'lay bor ekan. U yo'l shuni ustiga olib chiqib ketar ekan. Biz endi birinchi kelishimiz, asosan suv bo'ylab yuryapmiz. Ikkinchi videomizni Alloh nasib qilsa qo'yamiz. Shu tepaga chiqishda harakatini qilamiz. Mana shu yerlarda o'tirsanglar dam olib. Ha, kelyapti. Sodiq aka kelyapti. Mana. Kelyapmiz. Yo'limizni davom ettiryapmiz. Yo'limizda shunaqa go'zal manzaralar chiqib qoldi. Hali Gulkam sharsharasini kichigiga hali yetib borganimiz yo'q. Mana hozir shu oralab o'tamiz. Chapga burilamiz ekan. Mana So'qmoq bo'ylab ketamiz endi. Mana shu yerda o'tamiz. Suvdan o'tamiz ekan. Videoni davom ettiramiz bu tarafda. Bolalar yetishib olsin. Shu yerda tushlik qiladigan bo'ldik. Shu yerga mana shu
Bu yerdan o'tish qiyin joy ekan, shundan ham o'tilar ekan. Xullas, endi bu tomoniga suv ekan, faqat quruq joylardan o'tib, endi u tarafiga qarab ketish kerak bo'lar ekan. Xullas, shu yerda to'xtadik hozircha. Ikkita guruhga bo'linamiz. Boradiganlar kuchli qilib olib chiqib ketishadi. Qoladiganlar shu yerda qoladi. Davom etamiz. Shuni hisobga olinglar, suv ekan. Bu toshloq joylar sakrab yurish kerak ekan. Mana qoyalar. Xullas, manaqa o'tadigan joylar. Xullas, ekstremalniy holatlar ekan. Ko'p ekan. Hali davomi ham bor, ozgina ko'rsatib qo'yaman. Bular kuchli tayyorlaguncha. Mana shunday o'tish kerak. Mana sakrab, qoya sakrab o'tishingiz kerak. Keyin yana davomi bor, ketilaveradi. O'tib olib turib, bu tarafga qarab kirib ketilar ekan. Xullas, bu yerda hozir kuchli qilamiz. Hozir birinchi kichkina sharsharadan yana bitta teparoqga chiqishga qaror qildik. Qisqa guruh bilan suvdan sekin o'tib addushi bosib boramiz tepaga. Hop. Iloji boricha issiqroq kiyinib kelish kerak ekan. Yo'l issiq bo'lgan bilan bu yer ancha shaboda kelgan suv bo'yi bo'lgani uchun juda bir 5-6 gradus sovuqroq bo'lar ekan. O'sha kunning haroratiga qaraganda. Mana shu yo'l bo'ylab ketaveramiz. U yog'iga quyosh tushyapti, ozgina menimcha iloqroq bo'ladi. Mana shu ozgina pastdan chiqish bilan mana bu yerda chiroyli juda ham kichkina sharsharani ko'rishimiz mumkin. Bu sharshara mana bu yerda turba chiqqan ekan. O'sha g'or dorasidan chiqyapti menimcha, tosh orasidan. Manzaraga gap yo'q. Juda ham chiroyli. Yana bu yoqqa qarab, tepaga qarab chiqib ketamiz.